Sönmeydi hiç kimlik Beni bekçin dedinla belki Ben aslida mebteği barat Ay buluşlu yürsem ölçerlep El otu di barat moçendep Ay buluşlu yürsem ölçerlep El otu di barat moçendep Çin bara Vay buluşlu yürsem ölçerlep El otu di barat moçendep Vay buluşlu yürsem ölçerlep El otu di barat moçendep Ay kelin artık ben oturun. Rahmet. Bu hava şunda soğuk ketip atdı. Siz mi şunuzni gösterip geldiniz mi? Şu sol tarafımda. Gösterdim. Demişim o. Mas soğukta taz japat atıpsız. Şundan. Neçe aylık oldu? 8 aylık oldu. Oy, xilal eğiliş kapsız cümü. Ben sizni bir yer köygende kılma. Şu ikimiz hoşum tutsak bir korodaydı. Oy, siz neçinci binada oturursunuz? 6. binada. 6. binada. Ben 4. binada otururum. Siz doktorxanaga o'zingiz yolg'iz keldingizmi? Oy, qaytashingizda boshqa odam bo'lmasa, men birga ketaychimi siz bilan? Rahmat ada, shu yo'ldashimning xizmati sal aldirashib qilib o'zim yolg'iz kelgan. Qandaqda yo'ldashingiz bilan idarada kadr o'qishmamdi? Qayerda? Sahar savdo boshqarish binosida do'kon boshqardi. Oy. Ay, andaq bo'lsa, siz Hasanjonning ayolimi? Shu Hasanjonning ayoli. Oy canım kam. Oy siz Hasanjonning ayoli eding. Oy men bahu seher sol çertisinin balla kiyim satadigan do'kondagi Baratjonning ayoli bo'laman. Siz ilqi erimni restoranga opirib tamoq pulini to'lamay ketgan odamning ayoli bo'lamsiz? Oy ukam yo'lishim bahu shu kuni mas'ub qilib tamoqning pulini to'lamay bek satish qilibdi. Men buni anglab ya kirketgidek bo'ldim-da. Oy xijolatchiligimizni qanday qilsak bo'lar deb sizlarni izlayamidik. Shu ishni qanday qilsam o'rnini to'ldiraman deb turgandim. Bugun bek yaxshi uchrab qoldingiz-mi? Hay ukam siz bizam o'tirib turing-a. Men hozir kiraman. Ya. Şey. Ha? Diyeceğim ha?
Қиныққан сусыңа. Рахмет, әді, рахмет. Бек Ой, ауыр болдыңыз. ой, бұл сұғақты. Әмісі, о, печенье дейін. Рахмет, әді, рахмет. Ауыр болма. Елім бек ауыр болсыз. Рахмет. Ой, ой, ұққам. Мұш ерімнің ярамсызлығыден. Lekin bak o, ben muş tuğuttuğunuzda sizin adımgerçiliğinizin taz çıraylı qilib, hürmütünüzün alem çıqılım köngünüz ıstıvalı bence mi? Cinime de rahmet, o işler allı bura ötük etti. Onu unutum bolğanda bıçakka o işler. Oy, ras unutup qalğanmıdı, yoki köngüge bek kep ketkenmidi? Oy, da unutup ketdi o işlerini, o bıçak o işlerini unutumagan bolsa, allı bura yoldaşınızını izlep, sorunun pulunu töle dep turvanmamdı deymedi. Ketdi. Eğer undaq bolğan bolsa o meylitdi. Sizin eriniz ve qamlaşqan, köks qarnı keng, mert oğlalı boğaşqa unutup ketipdi de. Ukam, bolsa aş dükanның işini bir hal qilib bergan bolsаңlar bek yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Men uyga beribli bu ishni Sanjangiday xotirjam bo'ling edi. Oy, rahmat ukam, rahmat. Og'zingizga navat ukam. Oy, nimani xalqsiz shuni yeb berma. Oy, jinmada, rahmat. Sizning mijozingiz bek isilka jinmada. Ay, ukam. Siz to'g'ringizda qanday qiyinchilik uchirsangiz, menga dangchimi? Rahmat edi. Sizning mijozingiz bek isilkan, o'zingiz bek yaxshi ekan. Men mushu cho'ng bolamni to'qqanda yenimda mushundaq bir maslahatchi yo'q. Bek jiq ishlarda qiynaldim. Mumkin bo'lsa yaxshi tanishdik, bu qatim mendan yardamingizni ayamassiz-a? Men sizdan hargiz yordamimni ayamayman, ukam. Bolangiz necha yoshga kirdi? 10 yoshda oshdi hada. 10 yoshdan oshdi. Nechining yog'i to'li davolanib, endi bir bo'yimda qolganda o'g'il tug'amanmi, qiz tug'amanmi? İsmini nim qo'yaman deb bishim bek qatdi hozir. Ay, nima bo'lsa, sog'-salomat tug'ilsin bo'ldi emasmi, ukam? Agar ismigacha bek boshqa ichinchiligingiz bo'lib ketsa, men sizga ism tanlash beraman. Rasmada, rahmat. O'g'lingizning ismi nima edi? Qadrdon edi. Bu ismning bolalarning dadasi qo'ygan. Bu qitim men hozir bir zamonga loyiq madaniy chet-elliklarning ismidagi ismning birini tanlab qo'yay deyman. Oy, tazı yaxshi o'ylabsiz, ukam. Mushu hozir baq o, jahon degan taraqqiy qilib, iqtisod yer sharilishib ketdi, yer shari yumaloqlashib ketdi. Shu zamonga loyiq ismdan birini tanlamasak bo'lmaydi. Ey, menli balangizga ism tanlash beray. Maylanda, tazı yaxshi ismdan birini tavsiya qiling ha. Andaqda cho'ng balangizning ismi Qadrdon. Undaq bo'lgandikin baq o, bu qitimqi balangiz o'g'il tug'ilib qolsa, uni Karkidon deb qo'yaylik. Hech kim yo'q, chet elchiliklar ismi bo'ldi. Bu Karkidon degan hayvonotning ismidir. Oy, yo'q. Nat gapni qildi ekansiz. Qarang, Qadrdon, Karkidon bir-birisiga shundoq qopiyada tushidi. Oy, o'g'lingiz bek mos keladi. Agarchanda tug'ilgani qizib qolsa, tozi chet elcha olingan ismdan Orbita deb qo'yaylik. Bek madaniy anlamda. Bu orbita degan yer sharining atrofida aylanadigan. Voy, shu qiz bola deganchi, yerning atrofida aylanib yursin degan ma'noda, ha. Agar uni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, Antenna deb qo'yaylik, bu chet el cho'lponlarining ismidagi chiqadi. Yo, nötüm kep qapti men bana. Men telefon numarangizni evalaychi. Bo'ldi. Yezilanga. 181 29 87 03. Allah qilib qo'yaylamsiz. Bo'ldi. Qani siz izlaymajimi? Bo'ldi. Ha, telefonim neylangan? Ma'qul. Ma'qul xo'sh. Oy, mana amapkan.
Qara. Bitta ikkilisini yuzasi ko'paytsa. Anke mawa baba başısı meyi beyçi. Anoniken mamanın neçesi çıkdı özüm o'ylab qil neçesi çıkdı mesela. 6 sos iş bir 7 deb so'rasam mesela. Her qitim mush yetmaydigan vaqtida bir tonni qo'shsa, anke men ko'paytib turib, bo'lgan sanni yana bir qitim ko'paytsam, lekin chiqadi. O'zim ham bir Voy, umaq ballalarim. Üç qo'yatamsizlar? Ha, apa. Yaxshi dars takrorlanglarmi? Ma'qul. Voy, yangilik-ku, qozon beshik o'zing chiqyapsizlar? Ha, yangilik. Ha, voy, ko'z topsizda? Ha, sizni bir xush qilib o'tay deb. Bek bilan bo'pti, jima. Voy. Voy. Bek kech qolding-ku. Voy, doktorxonada-chu, odam bekchiqqa uchratib uzoq turib qoldim. Uning ustiga doktorchu, dori yesangli bo'ladi, tishingni tatib etmasakmi bo'ladi dedi. Boshladingmi? Ha, endi va. Sizlarga yana bir yaxshi xabardan birni keldim. Yaxshi xabar? Sening ish og'zingdan yaxshi xabar chiqama. Ma gapni. Men bağı, doktorxonada Hasanjonning xotini bilan ko'rishib qoldim. Hasanjon? Ha, toza shu billa mungdishib, uni buni elib toz ko'nglini tutib oldim. Yaxshi tanishib qoldik. Endi bağı, sizlar almashtiramgan do'konning ishini bağı, mana o'zim o'ngshayman, o'zim almashtirg'izman. Alay sharingni. Ey. Mushunda ishlar bo'lib ketdimi? Balki yomon bo'lib ketgan o'xshamamsa, Men bağı, necha kundan keyin Hasanjonning xotiniga yana telefon urib ko'rishman. Do'konning ishini-chu eriq degiziman. Ras. Abiyatim bir so'g'a salamning gapini qilyapting. Qancha pul so'g'aldi? Voy, 50 qo'yib bormaydi. Unchalik xashlimisam, men ishni o'ngshig'il bo'lmas. Ras. Qaraganda mush ishlarim hali ipang va'da qiladi. Qani bir ko'rib baqayli. Bugun ajab bir go'sh sap qapsizlar, ha? Bek mardligini tutib ketibdi-ya. Bugun bag'o o'z qo'lim bilan bir pishirib sizlarning ko'nglini bir olay deb qoldim-ku. Bek yaxshi bo'pti, rahmat. Bek xush bo'ldim juma. Biroq doktor meni go'sh yesang bo'lmaydi dedi. Biroq o'g'lim bilishkingni yesanglar men yegandekli bo'lmaymasmi? Ya, yemesang bo'lmaydi, xotin. Go'shmi bag'o pishib qoldi. Yomon yeri. Ma balı tekrar qilma deb xalqning bolasini ekirib olib, qumini ko'tarmay o'tirdi, yochib ketmaydi. Voy, bo'pti. O'g'limizning og'in so'g'andikin birinchi poch go'shingiz nima bo'pti? Nima yeydi? Ya bir suyg'ash emas, bir piyola ichib chiqtirgan bu. Qimmat nima to'sa go'sh degan. Uning ustiga ishimizga o'lchab sog'an nima to'sa bu? Voy, men yemagandik ashqal yesmaylar emasmi? Voy, bo'l, az gap qila. Abballarga men bir qarab baqay yemish qilyapti-da. Aqli. Bolalar, tekrar qilib oldinglarmi ya? Yana 1 soat? Balam, Mabalning ota-onasi ansirab qolmasin, bek kechib ketdi, izlab qolmasin deyman. Abam deb qo'ygan o'sha tekrar qilman deb, Bilal akam tushunmagan yerlarni deb berdi. Ashlama? Balam.
boshqalarga takror qilib birma deb o'zingning topshiriqini ishlamay dars chekinib ketsang biz qanday qilamiz? Voy dadam, o'zimning topshiriqimni ishladim, bu fikromni deb biradim. Xotirjam bo'la, bugun hech chekinib ketmayman. İştami? Bilal. Ben çıkar. Otur. Bilal. Ko'z pishib ketdi. Nimanda tugmaydigan takror bor. Takrorni qilaveramizlar. Abal yo'l isib qo'ymamsa, bak qo'saq ichib ketdi. Go'shtni yeyli. Birleysek. Ey. Bazada go'shtning ba'zi qancha pul bilamsa? 80 koy, 80 koy. Baqara. Sen ularning o'yini piyal suyga içip baqqanmı? Yo'q. Manda gap bor edi. Shunga o sen apalni tizim chiqaradi. İşte buni. U mening yaqin fikromsiz qandoq chiqarib o'tman? Bildigun ishim qo'yamsa odamni. Ey kalva. Chiqarib etmaydi odam. Nimish uyga boshlab ekirgan. Bak kallang ishlamdi ishlamamdi. Joy odamlar bu jahonda. Balasını xalqning uyiga ekirib qo'yadi. Yo echkitib tomoqini bermagan. Yerim kech bo'ldi. Ya bir telefon qilib uyiga echkitay demagan. O'zi qilin odamni jiqda bu jahonda. Hay dadisi, unda demanglar sat turdimi? Ishlayman shu. Ey. Balang ismidan kimning bolsa bu? Ismi Qadirdan. Dadasining ismi Hasanjon. Hasanjon? Oy, Qadirdan? Oy, rost Hasanjonning bolasiga. Oy, Rasma. Balam, to'xtama. Balam. Sen Rasma Hasanjonning bolasimi? Isming nima? Qadirdan? Balam, nima qilayli? Abiyatni yoqog'i o'qishmas qopdi. Meni kechirgan. Uyda vaqt go'shpishda go'shni tozama akamni bilan o'tirib yetib ketgan. Rahmat. Ya, unda qilsam mayda. Men bog'o Hasanjon bilan qadinas inson yaqin do'st. Sen o'zimning bolasiga o'xshash emasmi? Go'shib chiqadi. To'xta. Abiyatning bo'lgan gapini vaqo bilan otadonga hargiz demajmo sektorda. To'xta. Go'shib chiqdaymi? Go'shni qalqay biray bo'lmasa. Ey kalvang. Baldırak desang bo'lmamda Hasanjonning bolasi deb. Sen so'rimisan men nima deyman? Xat, mashni. Men Hasanjonning xotiniga xushamat qilib, aram bir do'konni almashtirgan ishni tayyor qilsam, endi bu ishni sizlar o'zinglar buzgandan keyin qanday qilsanglar o'zinglar qilinglar. Is. Magada. Kirinan chiqmish kirgan musho mana. Xo'p bo'ldi toza. Senmi bo'ldilar? Hay. Ha, apa yaxshimi? Ha, mijozing yaxshidir? Nima? Voy. Uy chiqilganga, to'lam puliga 5 million beribdimi? 5 million! 5 million? Nima 5 million? Zo'r ko'lamda xarida mulozimati